o'zimiz uchun, yaxshi yashashimiz uchun, kelajakda yaxshi o'tkazishimiz uchun o'qiyapmiz. O'zim uchun, ota-onam uchun. O'zim uchun va ota-onam uchun. O'zim uchun o'qiyapman, kelajagim uchun. Shu kelajakda yaxshi joyda ishlash uchun o'qiyapman. Boyib ketish uchun o'qiyapman. Shu o'zim uchun, oilam uchun o'qiyapsiz. Kim uchun o'qiyapsiz? Shu o'qishni bitirib bitta maosh olib beraman deganlar, shu uchun. O'qishni bitirgandan keyin bitta maoshli bo'lish uchun o'qiyapman. Men kelajagim uchun o'qiyapman. Dadam bilan ayam uchun o'qiyapman. Kim uchun o'qiyapsiz? Ota-onam uchun. O'zim uchun o'qiyman. Keyin qaytkilar. Qandaysan Sardor? Nimaga birovlarga? O'zim uchun. Yurtim kelajagi uchun. O'zim uchun, ota-onam uchun, kelajagim uchun. Shu kelajagim uchun, o'zim uchun. Vatanimizni ravnaqi uchun. Yaxshi kelajak qurish uchun o'qiyapsiz.